Vatandaş bugünlük şeye Çislaq 2023 yıl 6. ayının 22. gün heptiki Perşembe vatandaşı. Endilikki leksiyemiz mavzu mundaq. Yadro tehditini ağırlaştırıp Vladimir Putin yadro kuralları tez arada uğurlaştırılıp uğraşqa tayyorlik qilamiz dedi mavzulu haber. 6. ayının 21. günü erkinlik vakit gazetede e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Rossiya Ukrayna urushi yadro urush mumkinligi to'g'risidagi ansirashlarni keltirib chiqardi. Navbatda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Belorussiyaga taktikalik yadro qurollari o'rinlashtirgandan keyin Vladimir Putin yani Rossiyaning ikinci darajalik, yani ikinci devrelik qit'alar aro uchadigan smart raketasini tez arada urush qilishga o'rinlashtirganligini bildirdi. Reuters xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Vladimir Putin haftaning 3. kuni Harbiy ishlar institutida yangi qabul qilingan o'quvchilarni qarshalash marosimida so'zlagan so'zida mundaq ko'rsatdi. Rossiya yadro 3 birligini bir gavdaga aylantirishning muhimligini ta'kidladi. Bu bizning harbiy ishlar bexatarligimizning va yer shari muqimligining xalqaro kafolatidir dedi. Vladimir Putin şunu dedi. Endi hozir tor betidagi bir video filmda mundaq mavzu qo'yildi vatandaş. Wagner Rossiya davlat mudofaasining qo'mondonligidagi yollanma qo'shin Wagnerning boshlig'i urush qilmaydigan bo'ldi. Davlat mudofaasi kirib yoki davlat mudofaasiga qo'shilib Rossiyada Vladimir Putinga qarshi turdi. Mavzuluq video film YouTube 22. kuni e'lon qilindi. Video film ishlagichi Oron halqiliq paytlar. Hozir Rossiya bilan Ukraina o'tirishib urush va Ukrainaga munosabatlik Rossiya armiyasi va yollanma qo'shinlarining o'tirishga munosabat. Hozir hisobda Wagnerning qo'mondoni men davlat mudofaasiga kirman, xo'sh. Davlat mudofaasining boshqarishini anglayman, xo'sh. Shuning bilan uya kirib, huquqni qandaqdan şey, to'g'ri gap yo'q. Demak, shu yerga kirdikan, bu nuqtada Vladimir Putinga qarshi turishning birdan-bir yo'li davlat mudofaa sistemasi kirib turib, andan Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin bilan hisoblashiman demoqchi vatandash.